qaysı benim oğlumun qosuqtoyum. Çok. Vay, toyları bir yerip getdim cüm. Opa, dada, evet tanıştırıp koyayım. Bu yak benim buğusu ayağım Filore buldu. Biz için toyga bahçeye. Evet şu, sizler koşulsanlar bak. Hi. Hay. Elbette bulun oğlum. Baktık bulunlar. Ay boldu. Savucunuz 42 lira. Opa, kanda? Smons Filore. Siz model. Siz resim düştü mü yaxşıra bir xizmat tapamıqamıdınız? Uy, opa, bu resimga tush deganmi çok bir hunar deyman. Bundaqda. Mana mandaq. Mana mandaq. Opa, ben bu kızını alacağım. Bu kızın işte çırayla kembek yakşı. Avu, çok kanlıyla çıkan kız olmuş şu an esma. Ah, bu işini. Özden bilime qandaq qarar çıxışını. Siz neyim deməkçi? Resim düşdüm bir hüner dep qaldınız mı? Oy, sizde başqadan resimga düşemem de. Hay, manım qarab qo'ying cımın. Resim degan bundaq düşimiz. Gördünüz mü? Oy, siz men bilmeydi o dep qapsizda jıq ko'rgan bilememen. Siz yen nemish qila olaysiz? Mencha bekçi qishlarni qila olayman. Grim qila olayman. Uyda o'tirib palya tashkiliy olayman. Teşekkürleydi. Oy, bu ishlarimizning hech qaysi mening o'g'limning qo'shiqtoymig'idek. Uy, opa, bular tomoq emas, grim. Bildim. Ay, yüzünüzü sürkeydiğen su, may, her xil suruqlar, ufanliklar, əttirlər şundaq qo. Bularning hech qaysisiga mening o'g'limning qo'sig'i to'ymaydi. Oshqog'idek. Uy, opa, siz meni nimishqa yaxshi ko'rmaysiz. Men o'g'lingizni o'zimni bakrak yaxshi ko'raman. Andaq bo'lsa, siz menga nari to'q bera olamsiz? Ha, albatta. Mencha kelgisi sizga bakchiq navir to'q berman. Birisi tatar, birisi qirg'iz, yana birisi o'zbek. Ey, nima deyapsiz? Ay, nima bu degan gapingiz? Uy, opa, biz ularning hammasini beqib olamiz emasmi? Hiç sorarmı kız? Özünüz nima ish tug'maysiz? Opa, men 30 yoshgacha bola tug'sam bo'lmaydi. Bu tirasdan badanlarimni güzel saqlab qolmasam bo'lmaydi emasmi? Vay uz hanım, çıraylı hanım, güzel hanım, arzuyunuzga yetingchi-mi? Aras opa, men bu uy kelin bo'lib kirsam, menga o tarafga qishki kiyimlarimni asadigan hujra, bu tarafga marosim kiyimlarimni asadigan hujra, bu tarafga oyoqlarimni rat-rat bilan tizadigan yana bir hujra, bu tarafga ish kiyimlarimni ranglab tizib qo'ygan yana bir hujra qilishinglar kerak. Andaqda siz o'zingiz yolg'iz tursangiz bo'ladi ekan-ku. Opa, bu gapingizni to'g'ri tushunarmidim. Tura o'rningizdan tura. Mana ha. Mana ha. Bo'ldi. Ay, kelgan. Yeni kelgan. Voy, qaltis. Ha, bo'ldi. Yana. Uy, mana shular ketgan. Ay, kelgan. Uy, bo'ldi. Yeni kelgan. Ay, ishimiz tura.
Ne kalktınız? Böyle. Oy. Ma öz yaxshi ko'rgan qizlar qanında paramız bo'ladi. Chap. Yey, aka. Kızlardan para alışını okumaydı iken size. Neymi diyeceğim ne dur. Ama siz beğenmemişsiniz kızlardan kadar para alışmayız. Bu bek asan o. Çırayı kipa severdi. Karan siz kötüyün. Karan manda evet siz bu ne? Bana özet teşebbüs kanalına cevap getirdi. He. Kadar kızım ne? Bocu parmak katırgız göçününki resim sokuşturuş iktidarı. Bunun tek kabiliyeti üzüntülerini kulak da verecek gibi buldu. Bak bulduk ya bulduk ya. Karan buna. Vallahi mani men şuraya kadar şuruz bu değil. Bunucu aka. Hep bazırıdın parmak katırgız güçten ızısanızla haksız çürereysiz. Hem bilonsuz. Monda He. Dostlar, sizler mi çürüp sınap yakanlar? Her qaysi cho'ng-kichik app bozorlardan tushirib ola olasiz. Hey, qanday ahvolingiz yaxshimi? Ha, men siz bir xush xabarda, avvalsiz mening gapimni anglang. Ha, siz aldiqda menga tavsiya qilganlik Alo degan app tetalyapsiz-ku? Ha, ashuni tushirib elib, sizning bu suratli filmlaringizni rangli qo'ng'iroq qilib olgandim. Sizda peqa, siz press qilib qo'ygan nima ish bo'ldi? Shundan opam ko'rib, siz yarab qoldingiz. Shuningga men hozir sizni og'il baray, anandagi ishimiz birga opam bilan ko'rishaylik, qanday? Bulamda? Ha, ma'qul. Unda men hozir bormayman, xo'sh. Boynum acaba ağrıdı hocam. Maymak yatqa o'xshaysan, ha? Taki maymak. O xorakni boşraq tassaq tuzatib qo'yar. Dada, ben tanıştırıp kay. Bu yak benim babası ayağım Selime buludu. Biz toy kılmakçı. Sizler hoşulsanlar. Abi sen. Ma qisala. Ma yarım edin. Oy. Ana qalaştırdı. O çak kıldı ya. Yarı değil. Ben koşuldum. Bakık bulanlar. Rahmet. Qo'shilganimiz bek yaxshi bo'ldi. Yaxshi oldimi? Endi sen. Ben aramalayman. Shundoq qiling. Salima, siz uy yig'ishtira olamsiz? Ha, yig'ishtira olayman. Ha, tomoq miydalayotgansizda? Ha, idalayman. Andaqda siz qo'rdoq miydalayotgansizda? Qo'rdoq. Qo'rdoq Ha? itamayman. Andaq bo'lsa bu sizni avar qilmayli. Bizning uyga siz lozim emas. Qaytib keting. Opa, men qo'rdoq qilolmaganim bilan ne tomoqlarni qila olayman juma. Masalan, suvda pishirilgan karabsha, suvda pishirilgan yesibilak, anadagi meva salat, ko'ktat salat degandek nurg'un narsalar qilaman. To'g'ri. Opa, sana deyishni unutib qolibdim. Salimachu go'shtsiz tomoq yeydi. Voy, bu nima degan gap bolam? Go'sht yemaydi bu. Ha, shu munda opa. Men-chu hayvonotlarning go'shtini faqat yemayman. Hayvonotlarni tabiat onamiz ato qilgan bir jonliq bo'lsa, ularning kelgusi bor-ku. Voy, xal. Siz bu hayvonotning kelgusiga ko'ngil bo'lguncha o'zingizning kelgusiga ko'ngil bo'ling. Go'sht yemayman da. Siz go'sht yemisiniz, mening balamga sayko'ktar, o'tchiplar bilan tomoq yetib berib boqqandingiz. Voy opa, bu nima deganingiz? Sayko'ktatning bog'i shunda quvvat kuchlik. U go'sht boladan kuchlikmi? Voy, mening balam kal emas, unda o'tchiplarga yeydigan. Ha, ish qilib opa. O'g'lingiz men bilan to'y qilmoqchi bo'lsa, mening shartim bor. Texe. O'g'lingiz-chi, agar men bilan to'y qilib qolsa, har kun soat 6 turib men bilan 5 kilometr yuguraydi. Voy, bu odatimiz bo'ladi ekan. Kunda sahar turib
yurishimizni yurab bo'lgandan keyin yuyagan petimiz o'ttil atdiganlik bozor beradi. Ma uy ketadigan say ko'ktat, lozimlik narsaning hammasini setib elib, ma uy kelib noshliq tayyorlab qilsangiz, ma sizning hozirgi o'rg'ilishingizga qaraganda keyingi unumli o'rg'ilash usuli bo'ladi. Opa, sizlarning uyga o'sha har kun sahar qo'padigan, uyni tozalab birdigan, anodik o'g'lingizni kunni go'sht pishirib birdigan o'sha kelin lozim ekan. Albatta. Unda sizlarga muhabbat, hissiyot lozim emasmi? Voy qizim, mehr, muhabbat, hissiyot deb qapsiz. O deganning bağı oshxonadagi illiqlikda. Toz qozonda o'xshitib itilgan go'sht polodin boshlandi. Bilib eling. Opa. Bo'pti. Kelgandan keyin qara. Sizning hunaringizni toza bir chiqarib, o'xshitib bir biladigingizni aytib chiqmamsiz? Mana ko'ktat salat. Ilang apa? Coba, ilang. Bismillah. Hey, bunun birini kandakmı? Tuzluysan kan bo'lib qopdimi apa? Ya tuz tepdi. Bir neskam. Oy, esim qursin. Qorimiz salmabdi, men tutib turaman apa. Hozir Go'sht yo'q apa bunda. Voy. Ey ras. Oy go'sht yo'qkan qo'y. Siz go'sht yemagandan keyin. O'zingiz yana. Nima? Buna. Oy. Siz go'sht yemaysizmi? Siz yemadi qansa, ha? Sizlar mazaq qilyapsizlar? Voy, siz go'sht yemaysizmi? Qat'iy chidimidan qilqinlarga. Chidimagan bo'lsangiz ketib, bir sizin chidab keldingiz. Ketsam ketdim. To'xta. Eyvallah, al. Mana ağaç keting. Siz ko'ktat qamroq qo'ygandan keyin o't cheplayga. Nima? Quruq ketib qolmang, men uyni so'g'at sizga. Bo'ldi. Ketdimi? Başka.